Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining 43 nafar a'zosi 8 mart kuni Amerika Davlat ishlar katibi Blinken bilan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield xonimga imzoliq maktub yozib, Xitoy hukumati tarafidan naq tutqun qilingan Uyg'urlarning, jumladan Xitoy turmasidagi Gulshan Abbos, Kamila Vahid, Qurban Mahmud, Ahmadjon Juma qatorliq tutqunlarning qo'yib berilishi uchun Xitoyga oshkora besim ishlatishni talab qilgan. Maktubda biz Davlat ishlar katibatligining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kelishimida Amerika Qo'shma Shtatlariga vakillik qilish rolini joriy qildirib, Xitoyda xohlagancha tutqun qilingan kishilar uchun davomli aktiv faoliyat qilishni kuchli ravishda undaymiz. Bo'libmi sizlardan Amerika fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarning yurtida tutqun qilingan oila a'zolarini qo'yib berishga oshkora chaqirishinglarni talab qilamiz deyilgan. İstanbulga joylashgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidayatullah O'g'izxon boshchiligidagi bir hay'at Malayziyada Sharq Turkiston davosini Janubiy Osiyo kun tartibiga keltirish uchun bir yurish faoliyatlarini qilayotgan bo'lib, 8 mart Sharq Janubiy Osiyo Uyg'ur hamkorlik muhokama yig'ini o'tkazilgan. Bu hay'at 7 mart Malayziya parlamentidagi har qaysi siyosiy partiya vakillari va parlament a'zolari bilan ko'rishgan. Hay'at ziyorat davomida Xitoyning Sharq Turkistonda sistemalik ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tanishtirgan. Shundaqla Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini, Sharq Turkiston masalasini Malayziya parlamentida kun tartibga keltirish masalalarini muzokara qilgan. Xitoy doiralari xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun Sharq Turkiston chegarasini qo'shni davlatlarga ichivatganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarga qaratilgan cheklimini amaldan qoldirmagan bo'lib, irqiy qirg'inchilik siyosati izchil davom qilmoqda. Oldingi kunlarda Xitoy tashviqot organlari Sharq Turkistonning Otish shahri bilan Qirg'iziston orasida ommaviy qatnashni yo'lga qo'yganligini xabar qilgan. Har haftada 2 avtobus Otishdan Qirg'izistonga qatnaydigan bo'lib, 6 mart 2 avtobus yo'lovchilarni elib Qirg'izistonning Bishkekka qarab yo'lga chiqqan. Sin ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, avtobusga chiqqan yo'lovchilarning hammasi Xitoylar yoki Qirg'izlar bo'lib, birmi Uyg'ur yo'q ekan. Egilishicha, Xitoy bu qitim qozoq, qirg'iz qatorliq millatlarga qaratilgan cheklama va ta'qiblarni ma'lum darajada bo'yitish orqali xalqaro jamiyatni aldashga uringan. Ammo Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning izchil davom qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi dunyodagi jiddiylikning kuchayayotganligini, kelishishning amalga oshmayotganligini, shunga armiyani kuchaytirish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Wu Qian Beijingning 2024-yili harbiy xamchotni 7,2% oshirishni planlaganligini ta'kidlab, Xitoyning bexatarligiga bo'lgan aniqsizlik kun sari kuchayayotdi. Bo'lginchilikka munosabatli masalalar og'ir. Davlatning harbiy vazifasi murakkab va ko'p xil dedi. Xitoy, Shveysariya, Irlandiya, Vengriya, Avstriya, Belgiya va Lyuksemburg fuqarolariga teng taraflik viza kechirim qiladi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi konsul ishlari bo'limi Shveysariya, Irlandiya, Vengriya, Avstriya, Belgiya va Lyuksemburg fuqarolarining 14 martdan 30 martgacha bo'lgan oraliqda 15 kun viza olmay Xitoyga sayohatga bora oladiganligini e'lon qildi. Egilishicha, viza kechirim qilish, savdo, sayohat, oila ziyorati va aeroplan olmish bilan cheklandi ekan. Xitoy avtomobil markalarining o'tgan 2 oyda Turkiya mashina bozoridagi egilagan nisbati va soni oshgan. Bu yilning oldingi 2 oyida Xitoy shirkatlarining setish miqdori 12709 ga yetgan bo'lib, Chery markali toklik avtomobil eng ko'p setilgan marka bo'lib qolgan. Marka asosida Fransiya va Germaniya shirkatlari oldingi o'rinda turgan. Avtomobil taratquchilar va harakat jamiyatining sonliq ma'lumotlardan to'plangan uchurlarga qaraganda, bu markalarni davlat bo'yicha qaraganda Fransiya va Germaniyaning hukmronlik qilayotganligi ko'rildi ekan. Davlat ichida ishlab chiqarilgan markalardan boshqa Koreya va Yaponiya markalarimi bozorda kuchli o'rin olgan.